Aka, assalomu alaykum. O'zimiz charchamayapsizmi? Hayotingizda eng qimmat shotingiz qayerda to'lagansiz, o'shani aytsangiz. Shanxayda aka. Necha pul to'lagansiz? 1,5 ming. 1,5 ming dollar. Ha. Necha kishiga? 10 kishi aka. 10 kishi 1,5 ming. Zo'r tushibdi. Xo'p, ana akamizdan ham so'raymiz. Ana akamizdan ham so'raymiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hayotingizda eng qimmat shotingiz qayerda to'lagansiz? Nurda bo'lgan. Nurda bo'lgan necha pul to'lagansiz? 1 million. 1 million? Yo'q, gap yo'q. Assalomu alaykum. Xo'p, qaranglar, hayotingizda eng qimmat shot qayerda to'lagansizlar? Necha pul? Sohoda shu 500-600 dollar shu o'rtalar bilan turgan. O'rtoqlar bilan o'tirganingizda 500-600 dollar. Sizchi? Biz birga bo'lganmiz. Birga bo'lgansizlar, to'g'rimi? Sohoga tushgansizlar. Takoy. Bo'ldi, rahmat, tushunib bilmoqchi edim. Assalomu alaykum. Sizlar charchamayapsizlar? Xo'p, qarang aka, hayotingizda eng qimmat shot qayerda to'lagansiz? Sulaymonda. Sulaymonda necha pul? 200 ming. 200 ming to'lagansiz. Gap yo'q. Sizdachi? Голубые купола. Голубые купола necha pul to'lagansiz? 3 million. 3 million. Gap yo'q. Akamdan ancha tepada yurargansiz. Endi. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Opa, tuzimiz charchamayapsiz. Qarang. Hayotingizda eng qimmat shot qayerda to'lagansiz? Siz necha pul to'lagansiz? Ukam yurib yo'lda senga serozniroq temali. Qanaqa temangiz bor? Katta foizda olib qo'ygan kreditlarni kichkina foizda chiqarib beramiz. Bunda oylik to'lovi 30 ming dollardan boshlanadi. 579 dollardan, 40 ming dollarga 772 dollar, 50 ming dollarga 965 dollar, 60 mingga 1158, 70 mingga 1351, 80 mingga 1540, 90 mingga 1737, 100 mingga 1930 dollardan va qoldiq summadan 8 foizdan bo'ladi. Shunda opa qarang, hozir tushunishim bo'yicha baland foizdan olishgan kreditini yopib, men 8% foiz qoldiq summaga o'zgartirib beraman deb. Shunaqa bo'lyaptimi? Xuddi shunaqa katta foizda olib qo'yganlarni kichkina foizga chiqartirib beramiz. Buning uchun Toshkent shahar, Toshkent yaqin tumanlarda turar noturar joylarni garovga qo'yish. Zo'r ekan-ku. Unda qayerga murojaat qilasiz? Pastda raqam qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Katta foizda olib qo'ygan bo'lsanglar, 8 foizdan almashtirib beramiz.